Bir eslang, o'zingizga o'zingiz savol bering. Qachon oxirgi marta uyingizga tilovat Qur'on qilingandi? O'zingiz bir mulla emas, bir xatm marosimga emas, o'zingiz o'ylang. Qachon uyingizda siz o'zingiz Allohu akbar deb azon aytgansiz? Chunki men nima uchunligini aytaman buni. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar: qaysi bir xonadonda azon ovozi eshitilinsa, ovoz qayerda tugaydi? Mana meni ovozim qayerda tugatyapti? Mahallani boshigacha. Mahallani boshigacha shayton qochib ketadi azon aytilgan xonadonda. Uyingizda Baqara surasini o'qing. Baqara surasi o'qilgan xonadonga shaytonlar, jinlar vasvasa qilib yomonlik qilmaydi. Mana shuni qiling, birodar. Mana shu odatni yo'lga qo'yaylik biz. Bo'lmagan odatlar, umuman na shariatda bor uni, na dunyoda bor, na bir oxiratga foyda, na bir din va diyonatga foyda masalalarni targ'ib o'laroq qilib yuribmiz. Shunday qilish kerak ekan deb ayollarning gapiga quloq solib turibmiz. Lekin ayollar masalasi yoki bugun o'zimiz masalalarimiz bir azon ayting uyga. Yoki bir tilovati Qur'on qo'ying. Uyingizda bir shayton, jin, yomonlik, zarar beradigan hasad, ko'zlarni chiqarib tashlash uchun bitta qorini chaqirib uyingizda boshdan oxirigacha o'qiting mana.